Mening hayotimda katta ta'sirini ko'rsatgan payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomning kimki Allohga bu ismi azam ila duo qilsa, Alloh u qulining duosini ijobat qilmaslikdan hayo qiladi deganlaridir. Ismi azam duosi: La ilaha illallohul azimul halim, La ilaha illallohu robbul arshil azim, La ilaha illallohu robbus samawati val ardi va robbul arshil karim. Siz ham bu duoni eng yaqin do'stlaringizga albatta yuborib qo'ying. Mening hayotimda katta ta'sirini ko'rsatgan payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomning kimki Allohga bu ismi azam ila duo qilsa, Alloh u qulining duosini ijobat qilmaslikdan hayo qiladi deganlaridir. Ismi azam duosi: La ilaha illallohul azimul halim, La ilaha illallohu robbul arshil azim, La ilaha illallohu robbus samawati val ardi va robbul arshil karim. Siz ham bu duoni eng yaqin do'stlaringizga albatta yuborib qo'ying. Mening hayotimda katta ta'sirini ko'rsatgan payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomning kimki Allohga bu ismi azam ila duo qilsa, Alloh u qulining duosini ijobat qilmaslikdan hayo qiladi deganlaridir. Ismi azam duosi: La ilaha illallohul azimul halim, La ilaha illallohu robbul arshil azim, La ilaha illallohu robbus samawati val ardi va robbul arshil karim. Siz ham bu duoni eng yaqin do'stlaringizga albatta yuborib qo'ying.